Bugun bizda Defender kelgan, yangi avlod. Buni obshipkasini ochishda muammo bo'ldi. Mana 1 soat vaqt o'tdi, mana shu darajaga yetkazib keldim. Mana 1 soat vaqt o'tdi, mana shu darajaga yetkazib keldim. Endi bundan buyog'ini birgalikda yechamiz. Xudo xolasa, ancha qiyin ekan, biz o'ylaganimizdan ko'ra. Ochilish tartibini tushuntirib o'taman. Mana birinchi o'rinda mana plastmassasini olamiz. Bu plastmassa oddiy tortib chiqarib olinadi, hech qanday boltda turmaydi, lekin mana bunday qo'shimcha narsalar bor ekan. Shuni hisobiga qiyinroq chiqadi, mana ko'ryapsizlarmi? Ilmoqlari. Shuni hisobiga xuddiki boltga qotirilgandek qattiq turadi. Qattiqroq tortib chiqarib olasiz. Faqat bu ikki bo'lim bo'ladi, ikkala bo'lim ham birga chiqadi. Ichidan mana boltlarimni orasini ochsangiz, bolt ko'rinib turadi, sizni chalg'itadi manadan qaraganingizda. Mana oralardan qarasangiz, mana boltlar ko'rinib turadi, bu olinmaydi shekilli chalg'ityapti. Uzunroq video bo'ladi. Endigi qism, qarang, mana bu narsani yechib olar ekanmiz. Mana uni o'zini. Ko'ryapsizmi? Bu qanaqa yechiladigan narsaga o'xshamaydi, lekin shuni yechib olar ekanmiz. Mana uni o'zini. Mana shu chasti o'zi ochiladi. Keyin mana uni o'zi ochiladi. Mana plastmassani o'zi. Keyin ichida bolti bor. Buni ichida bitta bolti bor. Mana tagida boltlari bor. Keyin mana plastmassa ochiladi. Bunisi mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu qoladi mana. Mana. Birinchi, ikkinchi. Buni tagida mana larda yana boltlari bor ekan. Mana shayda. Bilasizki, juda ham murakkab etaplarga bo'lingan, yana bir soat vaqtim ketsa kerak men mana shu narsani ochish uchun. Xo'sh, mana tepani oldik. Talonga turgan joyda mana uni ham yechib oldik. Bu narsani ichini ko'rasizlar, mana oddiy mana shunaqa narsa turadi. Faqat buni tepasidan emas, pastidan boshlash kerak. Tepasi bu qo'yib yubormaydi. Buni pastini chiqarib, keyin tepaga. Pastini chiqarib tepaga. Pastini oddiy klipsa tortsa chiqaveradigan narsa. Faqat buni o'ylamaysiz-da, bu chiqadi deb o'ylamaysiz. Shuning uchun chalg'itadi. Bunisini bu joyga yechib oldik. Mana shunday turadi. Bu tarafdan boshlab chiqariladi. Uch. Oddiy lasettilar bo'ladi-ku. Yo'q, lasettidan ko'ra yaxshiroq. Lasettida to'rtburchak bo'ladi. Biz shu stilda. Faqat bu tarafdan emas, bu tarafdan boshlab chiqarish kerak. Olishdan maqsad ichida boltlar bor. Mana ichida bolti bor. Manadan bolt yechdik. Manadan bitta boltini yechdik hozir. Endi manadan bitta bolt yechamiz. Mana boltlar bor. Mana ichida boltlarni yechamiz. Xullas, bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Mening fikrim, bu hech qanday bir qulaylik yo boshqa narsa yo'q. Bu ham bitta obshipkani mana uni yechib turib, ichidan nimadir tuzatib, misol elektriklar uchun qaytarib uni o'zini qo'yib qo'yish uchun, osonroq bo'lishi uchun qilingan narsa emas. Bu ahmoqlik, jinniga o'xshab. Shuncha mehnat, shuncha ovoragarchilik. Qarang, kabellar mana ichida turibdi. Nima foyda hozir? Shu ichida turdi nima? Tashqarida turdi nima? Nimaga qilgan bular? Shu ustalar ataylab qiynalsin debmi yoki rostdan mana shunaqa qilib internetda odamlar so'kib video qilsin degan maqsadda qilgan buncha narsani? Bu bir ongsiz insonni qiladigan ishdan boshqa narsa emas. Men bu yerda bir foydali. Boshida yecha turib o'ylagandim. Demak buni mana bitta obshipkani ochib turib, mana bittani ochib, mana endi oyna ko'targichlar, hamma mexanizmlar ko'rinib turadi. Remont qilib qaytib olib qo'yardim kichkina obshipkani. Buni kattani yechib o'tirmas ekan degan fikrga keldim, lekin bunaqa ham emas. Men tushunmadim buni, haqiqatiga yeta olmadim. Fikrlarimni yozib qo'yinglar. Nima maqsadda bunaqa qilingan? Shu aynan biz shu internetda bular so'kishimiz uchun, bular haqoratlashimiz uchun xohlaganmi bular? Bilmadim bu nimaga. Shuncha narsa yechdik. Qancha instrument bor, qancha odam bor bular. Hozir bunga men buni internetdan qancha qidirdim. Mana 1,5 soat, 2 soatga qarab ketyapti. Endi mana shu joyga keldim. Hali buni davomi bor. Hali bu model katta turibdi hali. Xo'sh, Defender yig'ish jarayoniga keldik. Mana bitta ko'rib o'tasizlar. Bitta ko'rib olsalaringiz o'zi bo'ldi, tushunarli bo'ladi, xudo xolasa. Mana obshipkani mana boltlari. Birinchi qism obshipkani. Mana bu ikkinchi qismi mana shu turadi. Bu mana samarezlar turadi, mana ichlarida samarezlar qotirlari. Ichkaridan shunda turadi. Bunga yetib olish uchun mana buni olish kerak bo'ladi. Mana uni bu tarafdan ko'tarib chiqariladi. Ichida boltlar bor. Shu
Shuni bo'shatib chiqariladi. Undan oldin tegib mana buni chiqarish kerak bo'ladi. Mana bu yerda turadi. Orqasi oddiy klipsa. Shunaqa gaplar. Ichiga mana bundan ila turadi. Ko'rlaymi mana shu. Buni orqasi mana oddiy klipsa. Mana tepasini mana tirnog'i bor tepa tarafda. Mana bunaqa. Bu tagi chiqadi, tepaga tortiladi. Shunday chiqariladi bu narsa. Shunaqa. Qancha bo'ldi eshitdik. Yes. Okay. Buni mana oyoqlariga e'tibor berish kerak. Oddiy klipsalar.